Assalomu alaykum, yangi biznes YouTube kanali obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 5-iyun 2025-yil, 2024-yilda trend bo'lgan pechkamiz, ekonom pechkamiz. Farg'ona viloyati Kirgili shahridamiz. Assalomu alaykum, mana aka. Charchamayapsizmi? Sog'mi? Sevsiz aka. Qalay aka, sezonlar boshlab oldilar yana. Boshladi, Xudo xolasa. Aksiyalar qitashadi aka. Aksiya boshlandi. Aksiya qitashadi, narxlar tushirib yubordik. Narxlar tushdi. Qishga qaraganda ancha tushdi. Ha, qishga qaraganda ancha. Necha pul tushdi endi? 250 mingdan tushdi. 250 mingdan mana hozir sezon bo'lmagani uchun 250 ming so'mdan ommaviy temirlar ko'tarilgan. O birinchi maydan svet gaz ko'tarildi, lekin sizniki naborat tushdi narx-navo. Narxlar tushirdik. Endi buni pozitsiyalari bor ekan, bir qator aytib tushuntirib nima qilib berasizmi? 3 xil 4 xil pozitsiyasi bor aka. O'shanga qarab narxlari 900 mingdan 1 million 100 gacha. 900 minglik pechkangiz qaysi endi? 900 minglik pechkamiz mashinasi standartda. Standart pechka. 900 minglik. Xo'p, 1 million 100 minglik qanaqa bo'ladi? 1 million 100 minglik pul bo'ladi. 1 million 50 minglik Mana suppali bo'ladi. Tepasida guli ham bo'ladi. mana shu kuzatuvchilar suppa degani orqasiga mana paqib chelak qo'yib qo'yaverasiz tapchani bilan. Guli bilan bo'ladi, aqabaqa ketib qolmaydi. 1 million 50 ming so'm bo'ladi. Agar 50 ming so'm qo'shilsa, o tepalariga mana shunaqa guldan yopishtirib beriladi. 1 million 100 ming bo'ladi. Dastavkasi o'zidan mijoz. O'zidan. Pechka narxi bu. qanchadan qanchagacha? 900 mingdan 1 million 100 Yo'q, ming. dastavkasi. Dastavkasi 150 mingdan 200 minggacha. Vodiy ichida bo'lsa, vodiy ichida 50 mingdan 100 minggacha. Ha, 50 mingdan 100 minggacha. Agar uzoqroq bo'lsa 150 mingdan 200 minggacha 3 kun ichida yetkazib berasizmi? 3 kun ichida yetkazib beramiz. Tojik, Qirg'iziston, Tojikistonga ham yetkazib beramiz. Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham yetkazib beriladi. Va kargo bor ishlayapti mana Bor, o'zimiz kargolar. Farg'ona shahrida. Ishlaganmiz, o'tgan yil ham milliard yil ham ishlaganmiz. Mana bu yangilik emas, o'sha birinchi ishlab chiqarilgan joyida turibmiz. Ixtiro qilingan joyi. Lazbek akamiz sexidamiz. Hammasi bu mashin apparatlarda chiqadimi aka? Ha, lazer apparatimiz, bittagi bukka qo'llar ishlayapti. Ishlar toza. Как zavod ekanda. Ha, zavod. Nimada quyiladi? Ishimizga javob brend bor. Garantiyasi qanaqa? Garantiya beramiz, tutamasligiga, effektiga garantiya beramiz. Svarkalariga, hammasiga. Svarkalariga, unaqasiga garantiya beramiz. Berasiz. Agar garantiyamizdan nima bo'lsa qaytarib olamiz. 100% Qaytarib, to'lab, pulli olib rasxodlarigacha to'laymiz. Zo'r aka. Xo'p, turbalari yuzli turba. Bozordagi o'sha luboy karnay turbani tushaveradi ana shu. Tushaveradi. Necha yillik samolyot? Tepasi 2 lik. Ha. Bonkeri 208 lik, 3 lik deyiladi, 208 lik bo'ladi. Ichida ham o'tayotgan joyini divaynga qilib qo'yganmiz 208 likdan. 5-6 lik bo'ladi. 5-6 lik. Mana sevon ekan joyi. Ha. Ungacha narx qo'shilib bo'ladi. O'sha narx ichida u ham. Buni narxi ichida. Bu ichida keyin bitta latoy bo'ladi. Ha, kulboni bor. Olib turib, tashqariga olib chiqib to'kaverasiz. Simi bor. Qaytib tozalaydi ham. Ostimi ichida olib 15 kun 20 kunda mana bor ekan o'zi. Tozalab qo'yib ketaveradi. Hammasi 100% ichida bo'ladi, o'sha pul ichida. Hammasi komplekt ichida. Ichida bo'ladi. Narx-navoga qo'shimcha nimasi yo'q. Yo'q, yo'q. Bu Anvarjon aka, bu standartni ham ikki xili bor ekan narxi. Standartga bu 900 minglik aka va 208 minglikdan bo'lgan, tepasi 2 likdan bo'lgan. Ha? 950 mingga shu 2 likda, 208 likda divayn o'qiganimiz bor, 50 ming qo'shilib qoladi, ichini qalinlashtirganimiz. 950 mingga xuddi mashina don ekan joyini 2 qavat qilib beradi. 50 ming so'm. 50 ming so'm qochmasalar mashina tavsiya qilaman. 2 qavatlisini. Chunki har xil ko'mir bor. Ishib olishi mumkin. Yuqoroq bo'lsa, endi kuchli ko'mirda ishadi. Bu ham ishlayveradi. Ishlayveradi, u 5 yil o'yin xizmatingizni qiladi bemalol. Zo'r aka, bu hali ko'rib turibsizlar, zavodda 100 tacha bor aka. Hozircha 100 tadan ortiqroq. Har kun bolalar ishlayapti. Ishlayapti bolalar. Endi ish boshladi, ishlayapti. To'xtalish yo'q. Yo'q, to'xtalish yo'q. Siraz mana Hozir mashgullarda arzon ekan. hozirgi kunda. Sezon boshlangan. O'zini o'ziga ishlayapti xolos hozir. O'taynigalar hisobiga ishlayapti. Gap yo'q aka. Ko'ryapman, u briket apparatimiz ham turibdi. Qanchadan aka? Bular 250 mingdan. Dastavkasi? Dastavkasi 50 ming. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab 50 ming. Ketaveradi. Ketaveradi. Bu joyga. Ketaveradi. Hozir asal buni sezoni bo'lyapti hozir. Ko'mir So'rovchi ko'p juda. ko'mirni nima? Ko'mirni tezak qiladi, mol go'ngini tezak qiladi. Yoqsa bo'laveradi pechkada. Bosh pechkada yoqsa bo'laveradimi? Bemalol yoqsa bo'laveradi. Sig'adi anaqasi. Sig'adi, sig'adi. Yana bitta nima, buni yangilik qilib kattaroq, buni og'zinicha kattaroq yasayapsizlar ekan. Ha, og'zini kattaroq qilib endi o'shani tizmadan qo'ydi. Bonkeri ham kattaroq bo'ladi, o'tini ham yoqsa bo'ladi. Hozir bu 20 ga 20 lik. 20 ga 20 lik bu bonkeri. 25 ga 25 lik bash telefon qilsalaring. Ha, uni ham chiqadi, bir ikki kunda chiqadi ham. Xudo xolasa. Haligi voha tomonlarda ko'proq o'tinga ham so'rashyapti-da. O'tinga ham kattaroq bo'lsa, ha, ko'proq o'tin ham sig'adi, uzoqroq yonadi. Sig'masa o'roq. So'l effekt. Ko'mirga ekan bu. Rasxod oz. Ha, narxi uni hali narx chiqqanmi? Uni narxi ham chiqadi. Keyingi videolarda. Ha, keyingi videolarda chiqadi narxi xolos. Narx-navolar tanishtirib o'tdik. Qolganini mana shu ko'rsatilgan raqamlarga akamizga uchraverasizlar. Farg'ona viloyati Kirgili shahrida temir bozor bor. Mo'ljal orientirimiz telefon bu yerda ham ikkita uchtasi pechka qiladi. Mana shu raqamga telefon qilsalaring, ha? Chunki bu yerda ham bor-da boshqa ishlab chiqaruvchilar. Bor.
Telefon qilsalar ham o'zlari javob berib, xudo xolasa chiroyli qilib ishlab bitirib beraman. Nurjon aka, Sog' bo'ling, bo'lasiz. rahmat. Salomat bo'lasiz. Obunachilar kanalga obuna bo'lib, like bosib ketasizlar.